Aile musulmonning qo'rg'ini. Aile musulmonning mahremiyati. Aile munosabati mustahkam bo'lganda, shu ailelerden milliy va diniy axloq sohibi bo'lgan musulmon avlodlar yetishib chiqadi. Dinimiz o kadar go'zal bir dinki, kundalik turmushimizdagi inchik halqalarni ko'zdan qochirmagan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Aile musulmonning qo'rg'ini. Aile musulmonning mahremiyati. Aile munosabati mustahkam bo'lganda, shu ailelerden milliy va diniy axloq sohibi bo'lgan musulmon avlodlar yetishib chiqadi. Ondan musulmon jamiyat taraqqiy qilishga boshlaydi. Bu nuqtaga alohida ko'ngil bo'lgan islom dini aile mahremiyatining tajovuzga uchramaslik uchun ko'plagan prinsiplarni bekitgan. Yuqorida o'qilib o'tgan oyatning siyaq-siboqiga qaraydigan bo'lsak, oyatda boshqalarning iffatiga til uzatib bo'hton chaplashni cheklagan va bunda qilishning naqadar ig'ir bir gunoh ekanligi haqida to'xtalgan oyatlardan keyin shundaqla iffatni qo'g'dash uchun chora tadbir o'ttirib qo'ygan oyatlardan ilgari har ikki tema bilan sabab natija munosabati bo'lgan bir temaga o'rin berilgan. Boshqalarning uyga kirib chiqishda ba'zi qoidalarga rioya qilganda kirib chiqqanlarni ko'rgan kishilarning yomon gumon qilib qilishi, u oilaning boshqalarning ko'rib qilishini xohlamagan ko'rinishlarni ko'rib qilishi, shundaqla keyin shu uydagilarga nisbatan bo'lmag'ur his tuyg'ular bo'lib qilishini oldini olib bo'ladi. Jahiliyat davri bilan islomning dastlabki vaqtlarida kishilar boshqalarning uyga kirganda "Atiganlikinglar xayrlik bo'lsin, Keşlikanlar xayrlik bo'lsin" degandek so'zlarni qo'llangan bo'lsa-mu, bu vaqtga adab axloqqa degandek e'tibor berilmagan. Ba'zida usupli kirib uygisini bearam qilgan ahvollar ko'rilgan edi. Keyincha Qur'on Karim va Payg'ambar alayhisolamning so'zlarida boshqalarning uyga kirishida diqqat qilish tegishli adab qoidalar o'rgatildi. Buning bilan uylarning mahremiyati, kishilarning va oilalarning hurmati qo'g'daldi. Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhisolam shunday deydi: "Uyga kirishda izn so'rash uygisini xohlamaganlarni ko'rib qolmaslik uchundir." Imom Navaviy rahimahulloh bu hadisning oxirini uzib olgan bo'lib, hadisning to'liq shakli mundaq edi. Bir kishi Payg'ambar alayhisolamning ishkidagi bir to'shkdan uyning ichiga qaragan bo'lib, Payg'ambar alayhisolam bundan xabar topganda u kishiga qo'ldagi temir tovoqni ko'rsatib turib, "Agar men sening qarg'anligingni bilgan bo'lsam, qo'limdagi mush tovoqni ko'zingga tiqib etgan bo'lardim. Izn so'rash uygisini xohlamaganlarni ko'rib qolmaslik uchundir" degan. Payg'ambar alayhisolam Sahih Muslimdagi yana bir hadisda bir kishi izn so'ramasdan boshqalarning uyining ichiga qaragan bo'lsa, u kishining ko'zini o'yitish uyisining haqqidir deyish orqali bunday ishni qilgan kishilarning naqadar ig'ir bir gunoh o'tkazganligini aytib. Islom olimlarining ko'pinchisi bu hadisning tahdid ma'nosini ifodalaydiganligini, shuning uchun ko'zning o'yilmaydiganligini aytgan. Chunki boshqalarning uyiga iznsiz kirgan kishining ko'zi o'yilmaydi. Undaq bo'lgan ekan, iznsiz qarash buningdan cho'ng gunoh emas. Shafiy mazhabining qarashicha, boshqalarning uyiga iznsiz qaragan kishiga kichikroq tosh yoki kichikroq bir narsa etishga bo'ladi. Agar etilgan narsa u kishining ko'ziga tegib ko'zini quyib to'lanmaydi. Chunki hadisdan ifodalangan aniq ma'no shu. Payg'ambar alayhisolam yana bir hadisda shunday degan: "Izn so'rash 3 qatim bo'ladi. Izn berilsa kirsan, berilmasa yenib ketsan." Bu vaqtda yuqorida o'qilgan oyatning davomida shunday deyiladi: "Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlar qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Alloh sizlarning qildigan amallaringizni bilib turguchidir." Payg'ambar alayhisolam hatto izn so'rashning qanday bo'lganligini o'rgatgan. Bir kishi Payg'ambar alayhisolamning ishga oldiga kelib, "Kirsam bo'lamdi?" degan edi. Payg'ambar alayhisolam xizmatchisiga "Chiqib bu odamga izn so'rashni o'rgatib qo'y. Avval assalomu alaykum desin, ondan kirsam bo'lamdi deb so'rasin" dedi. U kishi Payg'ambar alayhisolamning so'zlarini anglab, "Assalomu alaykum, kirsam bo'lamdi" degan edi. Payg'ambar alayhisolam kirishga izn berdi. Yana bir hadisda Kilda ibn Hanbal roziyallohu anhu shunday deydi: "Payg'ambar alayhisolamning yana borganimda izn so'ramayli kirgan edim. Payg'ambar alayhisolam avval assalomu alaykum deb, ondan kirsam bo'lamdi deb kirgan" dedi. Yuqorida boshqalarning uyga kirish haqida to'xtalgan bo'lsa, Qur'on Karimda uydagi xizmatchilar yoki kichik bolalarning qanday vaqtda kirsa bo'lganligi, qanday vaqtda izn so'rash kerakligi haqida alohida to'xtalgan. Alloh taolo shunday deydi: "Ey mo'minlar, sizlarning qullaringlar, cho'rlaringlar va ishinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdatdan burun, tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chog'inglarda va xuftandan keyin
Muşundaq 3 vaqtda yaninglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ichilib qolgan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarning yaninglarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Olimlar bu vaqtdagi oyatlarni inchik tadqiq qilgandan keyin izn so'ramay kirsin bo'ladigan o'rinlar haqida to'xtalib shundaq deydi. Izn olmasin bo'ladigan o'rinlar ma'lum odamga oid bo'lmagan, odam o'ltirmaydigan yoki karvonsaroy, mehmonxona, masjidning tahorat oladigan yeri, savdo saroy va do'konlarga kirib chiqishda eshikni chekib izn so'rashning keragi yo'q. Yuqoridagi oyatda sizlardan shunday hukmlarni ola olamiz. Birinchi, izn so'rash boshqalarning ko'rib qilishini xohlamagan ko'rinishlarni ko'rib qolmaslik uchun belgilangan. Ikkinchi, yuqorida istisno qilingan o'rinlar bilan birga shu o'rinning sohibi tarafidan kirish ruxsat qilingan o'rinlardan boshqa ma'lum kishiga mahram o'ringa ruxsatsiz kirmaslik. Uchinchi, 3 qatim izn so'rash. Ruxsat berilsa kirish, berilmasa qaytib ketish. Lekin ovozi anglanmaydiganligini taxmin qilgan kishi 3 qatimdan ko'p so'rasa bo'ladi. 4. Izn so'raganda avval salom berish, ondan o'zining kimligini bildirish uchun ismini aytish, ondan ruxsat so'rash. 5. Izinsiz kirishga bo'lmaydigan yerlarga yaxshi niyat bilan bo'lsin yo'shirin qarmaslik kerak. 6. Boshqalarning uyiga izinsiz kirgan kishi jazolanadi. 7. Uy egasi uyga boshlashni xohlamaganlik uchun uy munosib emas edi, ketib tursizlar deb uyga boshlamagan bo'lsa, xafa bo'lmasdan qaytib ketish kerak. Shundoq dinimiz o kadar güzel bir dinki, gündelik turmuşumuzdaki ince halkalarını gözden kaçırmagan. Onun için bizge kerakli olan qaida prinsiplerini bekitip bergen. Biz bularga diqqat qilganimizda Allohning katta ajrlarga erishish bilan birga o'zaro fitna fasoddan, huquqsizlikdan va ba'zi o'ng'aysizliklardan saqlanib qola olamiz. Bizni islom ne'mati bilan sharaflantirgan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin.